Assalomu alaykum. Ko'pchilik o'ylaylar so'raganida selin materialdan keyin shtampilni yusa kirib ketadigan arzondan so'raganlar uchun mana lozimi bilan birga tepa past dvoyka holatida yusa kattalarga tushadi, yugandan kichkinalarga tushadigan bo'lib qoladi. Ya'ni 39 ming so'm. Yo yusa kirmaydiganidan ko'rsatishar xon deganlarga yusa kirmaydigan selin materialdan bor. Ular oldi tugmali bo'ladi, stoyga yoqali bo'ladi. Narxi 48 mingdan, bular yugani kirmaydi. Narxini arzonligi bular eski gul. Materiali yaxshi material, selin material. Mana ko'rinmaydi, ichkaridan tashqari uncha-munchaga mana bunaqa dakaga o'xshagan shtampil emas. Yaxshi shtampil hisoblanadi. Bu selin shtampillar. Bilmaganlar uchun bir sotuvchilardan so'rab olishlari mumkin. Gullari eski gul bo'lganligi uchun narxi arzon. Faqatgina shu farqi. Bellari ixchamidan ko'rsatishgan deganlarga mana bellari ixcham bo'ladi. Razmeri masalan 52 kelib turib 48 bo'lishni xohlaganlar uchun shuni belni qisadi. 48 razmeri bo'lib qolaveradi. Mana ko'ryapsizlar, orqasida o'zi beli qisilgan, buni yetsa yana keng bo'ladi. Keng bo'ladi. Belni bitta qissasizlar kichkinagina bo'ladi. Buni ham narxi 48 ming so'm. Oldida tugmasi yo'q, oldi xuddi shu holatda bo'ladi. Bularimiz hali aytgan 39 ming arzon shtampillar, bular yusa kiradi, to'g'risini aytib qo'yapmiz. Lozimi bilan birga bularimiz selin bo'ladi. Hammasining narxi, hammasi oldi tugmali bo'ladi. 48 ming. Lekin mana buni Atlas nusxamizni 45 ming qilib beramiz. Bu ham prostoy shtampil. Ichi ko'rinadi, tashqaridan ichga, ichkaridan tashqari ko'rinadi. Bu ichiga kiradigani narxi 45 ming so'm. Telegramga o'tib zakaz qilasizlar. Faqatgina shu guli shunaqa narxi. O'tmayotganligi uchun. Telegramga o'tib zakaz turaverasizlar. Описаниеda, kommentariyada qoldiramiz Telegramda.